Muhammad al-Buxoriy milodiy 810-yil 21-iyulda Buxoroda tavallud topgan. Shu sababli Buxoriy deyiladi. Uning otasi Mughira ibn Bardasbeh Buxoro hokimi Yaman al-Kufi orqali islomni qabul qilgan va shu sababli unga Kufi nisbati berilgan. Buxoriy yoshligidayoq otasi vafot etib, akasi Ahmad bilan yetim qolib, onasi tarbiyasida o'sadi. Bolaligida Qur'onni to'liq yod olgan va arab tilini o'rgangan. Otasidan qolgan boylik uning hech kimga muhtoj bo'lmasdan ilm o'rganishiga yordam bergan. 11 yoshida hadis ilmini o'rganishni boshlagan. 16 yoshida onasi va akasi Ahmad bilan hajga boradi. Onasi va akasi Buxoroga qaytishadi. U ilm o'rganish maqsadida Makka da qoladi. 18 yoshda sahoba va tobiinlarning fatvolaridan iborat Qazoyo as-sahoba va tobiin va sahoba va tobiinlar hayotidan iborat va ular rivoyat qilgan hadislar haqida so'z yuritilgan At-Tarix al-Kabir nomli asarlarini yozadi. Shu maqsadda 6 yil Hijozda yashab, hadis ilmidan o'z bilimini yanada oshirish maqsadida o'sha paytda ilm fanning yirik markazlaridan hisoblangan Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod, Nishopur, Belx, Balx, Marv, Asqalon, Xums, Rey kabi shaharlarga safar qilgan. Imom Buxoriy nafaqat hadis o'rganib, naql qilgan, balki she'riyatga ham qiziqqan. Safdoshlari Imom Buxoriy haqida hurmat bilan gapirganlar. Uni hurmat bilan zikr qilganlar orasida ustozlari Ishoq ibn Rahuya, shogirdlaridan Imom Muslim va muhaddislardan Abdulloh ibn Muhammad bin Ishoq bor. Shunga qaramay, Imom Buxoriyga hasad qilganlar fitna qilishdan chekinmaganlar. Ular Buxoriyni Qur'on maxluqdir degan fikri himoya qilmoqda deb tarqatishadi. Bu mishmishlardan bezovta bo'lgan Buxoriy o'z shahri Buxoroga qaytib, shu yerda dars bera boshlaydi. Aytishlariga ko'ra, 70 mingdan ortiq talabalarga ta'lim bergan. Buxoro amiri Xolid ibn Ahmad farzandlariga Al-Jomi as-Sahih, At-Tarix al-Kabirni ta'lim berishni so'rab, Buxoriyni saroyga taklif qiladi. Lekin Buxoriy bu taklifni qabul qilmaydi. Ilm majlislarining hamma uchun ochiq ekanligini, istalgan odam kelib undan foyda olishi mumkinligini, ilmni amirning qasri devorlari orasiga qamay olmasligini aytadi. Bu voqeadan so'ng uning Buxoro amiri bilan aloqasi buziladi va amir Xolid bin Ahmad unga shaharni tark etishni buyuradi. Imom Buxoriy Buxoroni tark etgach, Samarqandga qarab yo'l oladi va bir muncha muddat Xartang qishlog'ida o'z shogirdlari va qarindosh urug'larnikida yashaydi. Samarqandliklar Buxoriyning ilmidan foydalanish maqsadida hay'at yuborib, Samarqandga kelishini iltimos qilishadi. Buxoriy Samarqandga borishga hozirlik ko'ra boshlaydi. Biroq bu orada xastalanib, milodiy 869-yil 31-avgust, hijriy 256-yil Ramazonning hayiti kechasida vafot etadi. Hayit bayrami kuni tushdan keyin janoza namozi o'qilib, Xartangda dafn qilinadi. Imom Buxoriy ozg'in jussali, baland bo'yli edi. Keksalik chog'ida juda muloyim ko'rinishga ega bo'lgan edi. U zehn o'tkirligi va kuchli yod olish qobiliyatiga ega edi. U ilm majlisida juda ehtiyotkor edi. Sababsiz gapirmasdi. Kechalari uyg'onib, chirog'ini yoqib hadis o'qir yoki kitob yozar edi. Hadis ilmiga xizmat bu yo'l bilan Allohning roziligi